Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Ramazon hayiti munosabati bilan o'zbekistonliklar necha kun dam oladi? O'zbekiston musulmonlari idorasi Ramazon hayitining aniq kunini hali e'lon qilmagan, lekin dastlabki taqvimga ko'ra u 31-mart dushanba kuniga to'g'ri kelishi kutilgan edi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda esa Ramazon hayiti 30-mart yakshanba kuni nishonlanishi ma'lum qilindi. Agarda bizda ham 30-mart Ramazon hayiti deb e'lon qilinsa, Mehnat kodeksiga binoan dam olish kuni 31-martga ko'chiriladi. Shunday qilib, 30-mart yakshanba Ramazon hayiti, 31-mart dushanba bayram munosabati bilan qo'shimcha dam olish kuni. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.